Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiyada Sıdık Ağaca Rozi. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü İstağış kemeğinizi görmekte 4. yıl 8. ayının 5. günü heptigi düşenbe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden esak hazır Amerika Qo'shma Shtatlarda saylam ketayotidu. Cumhuriyetçiler Partisi'nin namzodi prezident namzodi sobiq prezident Donald Trump bilan Demokratlar Partisi'nin namzodi navbatdagi prezident Biden'ning muavini Kamala Harris hanım 9. ayının 4. günü münazaraga tushadigan bo'ldi vatandaş. Saylam münazarasiga tushadigan bo'ldi. Şundaqla andan bugünkü bir xabarda mesela Aynak televiziyasının xabarida deyişçe Aynak televiziyasının deyişçe mesela O'rta Sharq vaziyati jiddiyleşdi. Devlet İşleri katibi Antony Blinken hücum başlandı deb agahlandırdı. Xabar tahlil Aynak televiziyasi 2 saat ilgari 8. ayının 5. günü YouTube. Bu hücum belki İran'ın hücum kılışı mümkün. Agahlandırış berdi Devlet İşleri katibi Antony Blinken depto Aynak televiziyasi vatandaş. Enlik sizlerge sözleydiğen şeyimiz bizden. Mesela tünü gün dedik. Bir de iki isim almış kaptı. Mesela Michael McConnell Avam Palatası Tashqi Münasebetler Komitesi'nin reisi. Hem Avam Palata azası. Onun için Jim McConnell Avam Palata azası. Tünü gün çünkü Kompartiyası aldı bir neçə gün ilgiri İmborga ilan kılgan kişi Jim McConnell. Ben tünü gün Michael McConnell deptim ben. Şimdi hatalık üzülüptü. Keşirinler vatandaşlar. Bugün sizlerge yetkizdiğen leksiyimiz Jungo imborga kılgan Amerika Avam Palata azası. Bu imborga menen şan şerifimdir dep körsetdi mavzulu xabar 8. ayının 3. günü Amerika Ovozdan Xitay tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Material. Washington yaqinda Jungo'nun imborga qilish tizimiga kirgizilgan. Washington siziq xabar shuna başlandı. Yaqinda Jungo'nun imborga qilish tizimiga kirgizilgan. Jim McConnell Jungo'nun imborga qilishi bu mening shon sharifim deb atadı. Avam Palata a'zosi McConnell ishxonasi Amerika Ovozi ilxat bilan avatgan bayonotida mundaq ko'rsatdi. Jungo hukumati Tibet, Uyg'uriston ya'ni Xinjiang va Hong Kongdagi bostirishlarni oxirlashtirishi kerak. Jim McConnell'ın ishxonasi Jungo'nun imborga siyosatiga qaytargan javobi. Onundaki bayonotda yana mundaq ko'rsatildi. Manga qartilgan bema'ni imborga qilish. Jungo Xalq Jamhuriyati hukumati rahbarlarining munozarini oshkora yo'lga qo'yishdan nima ancha qo'rqadiganligini ko'rsatib berdi. Ular yani Jungo rahbarlari o'ziga qarshi turg'uvchilarning ovozini cheklamoqchi, o'chirmoqchi bo'layotdi. Lekin dunyo ularning nima qilayotganligini ko'rib turibdi. Kishilik huquqqa ko'ngil biladigan kishilar ham hargiz jim turmaydi. Jungo haftaning 3. günü o'tgan chorshanba kuni yani 7. ayının 31. günü Jim McConnell'ni imborga qiladiganligini e'lon qildi. Jungo'ning ichki ishlariga aralashdi deb aybladi. Avam Palata a'zosi o'zining siyosiy faoliyatlarida jumladan Avam Palata a'zosi Jim McConnell o'zining siyosiy faoliyatlari jumladan Tibet ishlari bo'yicha Tibet bilan Jungo o'rtasidagi talash-tortishlarni hal qilish bo'yicha bu masalalarga qatnashdi va
chaqiriq e'lon qilishlarga qatnashdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 7-oyning 12 kuni bu qonun loyihasiga imzo qo'yib, rasmiy qonunga aylantirdi. Jungo Tibet azaldan tartib Jungoning bir qismi edi deb bildirlaydi. Lekin Tibet sargardon hukumati va Dalay Lamani qo'llovchilar Tibet tarixda mustaqil davlat bo'lib turgan edi deydi. Ishki talash tortishlar deydi. Jungo Xinhua agentligi Gemma Kaurunla o'tirg'i qo'ygan. Tibet Jungo datalashlarini hal qilishni ilgari surish qonuni. Jungoning ishki ishi qo'pollik bilan aralashib, xalqaro qonunlar xiloflik qilib, Pokitni burmilab, Jungoga bosim ishlatdi. Tibet mustaqillik harakatiga ilhom berdi deydi. Endi bu gap yerda Tibet mustaqillik harakatiga ilhom berdi degan gap ayni chog'da Jungo hukumat takrorlaydigan Tayvan mustaqilchilarga Amerika ilhom berdi deydigan so'zning ikkinchi varianti. Ya'ni Tibetlarga qaratilgan varianti. Demak, Jungo Kompartiyasi bu qatim imzo qo'yilgan qonun loyiha, ya'ni Tibet Jungo munosabatini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi qonunga aylangandan keyin buning mazmunidan to'liq javob topgan yoki to'liq xabar topgan Jungo Kompartiyasi bu qatim endi so'z o'zgartib Tibet mustaqilligiga Amerika Qo'shma Shtatlari ilhom berdi degan jumlani ishlatdi degan gap vatandosh. Jungo taraf yana bunday ko'rsatdi. Embargo tadbiri Avam Palata a'zosi Gemma Kaurunning Jungoning ichki ishlariga orqa-orqadan aralashganligi, Jungoning egilik huquq va bexatarlik manfaatiga ziyon yetkazganligi berilgan javobdir. Avam Palata a'zosi Gemma Kaurunning Jungoda mol mulki yo'q. Shundaqla Jungo bankasiga omonat qo'ygan pul hisobotimi yo'q. Jungo bilan sodda tijorat aloqasi yo'q. Demak, bundan qaraganda hozir Jungo Kompartiyasining Avam Palata a'zosi Gemma Kaurunni yuqorqi sabablar, masalan, Tibet Jungoning ishki qismiga aralashdi, ishki ishlariga degan so'z bilan embargo qilishining hech qanday asosi yo'q. Jungo bilan Gemma Kaurun o'tirsa ya sodda tijorat bordi keldisi yo'q. Yoki malbisat yo'q Jungoning bir yerida. Bu qanday embargo oldi endi? Qoroq bir embargo danglar. Avam Palata a'zosi Gemma Kaurun o'tirib qo'ygan Tibet Jungo talash tortishlarini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasiga huquq berishni oshirib, huquq berish kuchini oshirib, o'rinlab Jungoning Tibetga munosabatlik yolg'on xabarlariga zarba berish hamda davlat majlisi a'zosi sifatida shaklida ko'rsatib, Jungo amaldorlari deb kelayotgan Tibet azaldan tartib Jungoning bir qismi deydigan so'zlar tarixga uyg'un emas deb hisoblaydi. Qonun loyiha ham imzo qo'yilgan qonun Dalay Lama bilan Jungo amaldorlarining suhbatni asli keltirishini ilgari surdi. Suhbat 2010-yillardan boshlab to'xtab qolgan edi. Jungo Kompartiya hukumati Tibet kishilik huquqni zo'r ko'lamda dafsanda qildi. 6-oyning 12-kuni Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi Avam Palatasida ma'qullashdan o'tganda Gemma Kaurun bayonot e'lon qilib bunda ko'rsatdi. Junhua Xalq Jamhuriyati hukumati Tibetlarning o'z taqdirini o'zlari belgilash huquqlarini sistemada qoldi tartib oldi. Takrorlayman vatandosh. Gemma Kaurun qonun loyiha ma'qullangan shu kuni yana 6-oyning 7-oyning 12 kuni Junhua Xalq Jamhuriyati hukumati Tibetlarning o'z taqdirini o'zlari belgilash huquqlarini sistemada qoldi tartib oldi.
Tibetlerning diniy e'tiqod huquqini, madaniyat va til so'zlashish huquqlarini qasddan bo'g'ib tashladi. Bayonotda Avom palata a'zosi Jim McCaffrey mundaq ko'rsatdi: Tibet xalqini davomli ezish, ekspluatatsiya qilish intayin zo'r tragediyadir. Bizning qonun loyihamiz tadrijiy vositalar bilan ta'minlaydi. Amerika va xalqaro jamiyatga adolat va tinchlikni qo'llash huquqi beradi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi avval 6-oyning 12-kuni ma'qullangan qonun loyiha Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi bu yerda Jim McCaffrey deb tushuntiryapti. Xalqaro jamiyatga huquq beradi. Adolatni qo'g'dash va tinchlikni qo'llashdan iborat shu nuqtada xalqaro jamiyatga huquq beradi. Bu turlik bayonotni imzo qo'yganlar yana Demokratlar Partiyasi mansubi Jim McCaffrey'dan boshqa yana Cumhuriyetçiler Partiyasi mansubi Avom palata Tashqi munosabatlar komitetining raisi Michael McConnell, Cumhuriyetçiler Parti mansubi senator Todd Young, yani Demokratlar Partiyasi mansubi Jeb Merkley qatorliq davlat majlisi a'zolari bor edi vatandoshi. Demak, Jungo Kompartiyasi hozir Tibet masalasida, Uyg'ur masalasida eg'iz ochqanligi Amerika amaldorlarini burunmi shundoq bir ishga aylangan embargo yurgizgan edi. Bu qatim endi tuyuqsizlar 7-oyning 13-kuni hali qonunga Prezident Joe Biden imzo qo'ygandan keyin maydonni o'zgartirib degidek yoki qattiqlashtirib, hozir ham shu qonun loyihani davlat majlisida o'tirib qo'ygan Avom palata a'zosi Jim McCaffrey'ga yuqori qadar embargo yurgizgan gap vatandoshi.